Agar to'xtab shunaqa videolar chiqishini xohlasangiz like va obuna knopkasini bosib qo'yinglar. Shaharning ichida kichkina magazincha bo'lgan edi va u yerda bolalar juda ham ko'p yig'ilib turardi. Ular uning narsalarini juda ham ko'p o'g'irlab turishardi, chunki ular yomon bolalar edi va bittasi narsani olsa naryoqdan sekin o'g'irlab qochib ketadi va u yog'ini haydasa bu yoqdan kelishadi. Va u uni quvlay boshladi va bolalarini va nargilari kelib sekin-asta ularning narsasini o'g'irlab ketayotganda uni juda ham jahli chiqdi va uyga ketayotganda bir qariya keldi. "Men sening xohlagan tilagingni bajaraman" deb unga gapirdi. "Xohlagan tilagingni ayt" dedi va u hayron bo'lib so'radi. "Mayli, men bularni yo'q qilishni xohlayman, men yorug' olamni ko'rishni xohlayman" deganda u juda ham kuldi. "Mayli" dedi va cho'ntagidan biror narsani oldida uni nimadir qilib qo'li bilan silab boshladi va magazinchi endi yaxshi bo'ladi shekilli bolalar o'qidi va uning qo'lidagi kaftni juda ham qisdi va qo'lidan ko'rmasinki ko'zlar paydo bo'ldi va u boshini qarasa to'moqcha tushib chiqdi va uyidan ham sekin ko'zlar ochilib, badanlardan ko'zi ochilib, hamma yo'llarga ko'zlar bo'lib ketdi. Hattoki o'zi ham juda ham qo'rqib ketdi va bolalarning orasida juda ham uyalib ketdi va o'zini mana shunaqa qilib oldi va bolalar keldi va tana olmadi. Kim dedi? Ularga yuzini yutib olgan. Axir magazinchi bor dedi. Qayerda o'sha magazinchi dedi. Va u toshga sekin orqa yurayotganda qoqilib tushdi va yiqilib tushganda u hamma yo'g'ida ko'z bo'lib qo'rqib ketdi. Juda ham qo'rqib ketdi. Qochib ketdi. Hamma yo'g'lar juda ham qo'rqinchli bo'lib ketdi.